Shundoq pirogni po'choqqa tashiyotganinglarni bilasizlarmi? Ayrim ayollar muzlatgichdagi sut mahsulotlarini achitib, sasitib, oxiri po'choqqa yoki musorga tashlashadi. Bunaqa holat ko'payib, gunohinglarni orttirmasligingiz uchun qolgan qutgan masallilardan tayyorlanadigan juda pirogni retsepti bilan bo'lishamiz. Taroz, mikserim yo'q deydigan kelinlar endi bu bahonada o'tmaydi, chunki bu pirog taroz ham, mikser ham talab qilmaydi. Bizga kerak bo'ladi bir dona stakan, taroz o'rnida foydalanamiz. 4 ta tuxumni 2 stakan shakar bilan yaxshilab venchikda ko'pirtirib olamiz. Agar ro'zg'oringizda sut bo'lsa, 2 stakan sut solasizlar. Lekin uyimda qolgan qutgan slivka, smetana, qaymoqqa sut solib suyultirib oldim. Bordi-yu achib qolgan qatig'inglar bo'lsa, uni ham sovarsanglar bo'ladi. Zarar qilmaydi, ichaginglarga rohat bo'ladi. Hamma ro'zg'orda ham kamchilikda bo'lib turadi. Mabodo qatig'inglar 1 stakan chiqsa, 1 stakaniga qaynatilgan suv solsanglar ham bo'ladi. Xuddi shu stakanda 1 stakan salat yog' kerak bo'ladi. Men eskirib qolgan sariyog'imni oldin eritib olib, ustiga salat yog' soldim. Endi shu joyda nega stakanni to'ldirib yog' solmadingiz degan savol tug'iladi. Sut o'rnida qaymoqlidan foydalanganim uchun yog'li bo'lib ketmasin degan maqsadda yog'ni kamroq soldim. Suyuq masalani aralashtirib bo'lganimizdan keyin oxirgi etap unga keldi. Xuddi shu stakanimizda 4 stakan un elab olamiz va qumog'i ketguncha venchikda aralashtirib olamiz. Agar kakaoli qilib tayyorlamoqchi bo'lsanglar, 3 stakan un, 1 stakan kakao solasizlar. Endi qizlarjoylar yaqinroq kelib eshitishinglarni so'rab qolaman. Pirogimiz baland bo'lib ishib chiqishining eng katta siri oxirida solinadigan soda bilan uksuzda. Masamiz tayyor bo'lgandan keyin 2 choy qoshiq soda, 2 choy qoshiq uksuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'pchilik o'rtasida yoki qattiqligiga aralashtirib soladi. Men har doim soda uksuzi eng oxirida solaman. Hech qachon uyaltirmagan, doim baland bo'lib ishib chiqqan. Qolipimizni yaxshilab sariyog' bilan yog'lab, ustidan un sepib olamiz. Qizlar buni gazli listlarga qilsanglar ham bo'ladi. Katta oilalar uchun juda ham barakali bo'lib chiqadi. Ustiga mayiz, xohlaganingizcha suxa fruktalar bilan bezatishingiz mumkin. Men yong'oq o'zi bilan bezatib oldim. Qizlar hammaning gazi har xil. Meniki 200 gradusda 20 minut, yarim soatda pishadi. Kimdirlarda esa 180 gradusda pishadi. Gazinglarni o'zingiz to'g'rilab olasizlar. Shipashkada tekshirib olamiz. Quruq chiqsa pishgan bo'ladi va shunaqa chiroyli pirogimiz tayyor bo'ladi. Qaranglar qanaqa balangina, xuddi multfilmlardagi piroglarga o'xshaydi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling va ko'p uvol qiladigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.